Ochishing qiyin. 1 soatdan beri tashqarida turibman. Mazam bo'lmayapti. Varaja qilyapman. Yo'q unda sen kirib damingni ol. Ovqatni ham o'zim suzib olaman. Ovqat ham qila olmadim. Mayli, o'ylama. Bunisi zakaz qilarman. Menga ham steak bilan ichishga muzdek biror narsa aytarsiz. Tushunmadim. Ichim yonyapti-da. Zari, tur menga choy damlab ber, men kech qolyapman ishga. Boshimni ko'tara olmayapman. Guncha o'z eplab turing. O'zim choydan beri o'zim eplayapman-ku. Bo'pti, bugundan qoldirmasdan doktorga ko'rin. Voy yo'q, pul ketadi. O'sha pulni o'zimga bering. Shunda olaman. Mayli, o'zim tayyorlayman choyni. Sen ham turib nimadir yeb ol. Rahmat. Qizim 16-dekabrda dam olishga ketyapmiz. Voy, men ham boraman. Ering ruxsat bermaydi. Voy, ruxsat olishni menga qo'yib bering. Dadasi, menga bolaga o'zingiz qarab turmasangiz bo'lmaydi. Onamnikiga borib davolanib kelaman. Mayli, как раз 16-dekabr kino saroyida Buyuk bobolarim bolaligi degan multfilmlar turkumining premyerasi bo'lar ekan. Bolalarni o'sha yerga olib boraman. Bolalarimiz ham multfilm ko'radi, ham tariximizni o'rganishadi. Siz nima qilasiz? Kunduzi o'sha loyihaning muallifi Astr Animation YouTube kanalini qo'yib beraman. Bolalarimiz o'zbekcha foydali kontentlar ko'rsin. Biram soddasiz dadasi. Ha? Biram mehribonsiz deyman. Zari, Keldingmi? Dubayga bilet olib qo'ydim. Borapsan. Dam olishga borib kelamiz. Ayyo, sanmas, sen kasalsan, o'zim borib kelaman. Kasal emasman, soppa-sog'man tuzalganimga 1 hafta bo'ldi-ku. Voy mashin. Hali sal yo'talim bor. O'ldim desang ham ishonmayman endi. Ayolim makinidan